1922-yilda toshkentlik 17 yoshli Xayrnisa Majidxonova Germaniyaga o'qishga borgani uchun 32 yoshida otuvga hukm qilingan. Bu mash'um taqdir haqida Mushtum jurnali maqola e'lon qildi. O'sha davrda qizlarni maktabga berishning o'zi jasorat edi, ammo u Yevropaga ketdi. Nemis tilini o'rgandi, Berlinda tahsil oldi. Pedagogika va tibbiyot bo'yicha o'qidi. U orzu qilgan Turkiston qanday edi? Temir yo'llar quriladi, sanoat rivojlanadi, millat ilm bilan yuksaladi deb yozgandi u 17 yoshida. U yurti kelajagini o'ylardi. Maktab, matbuot, teatr, millatni uyg'otadigan kuch shular deb ishonardi. 1928-yilda vatanga qaytgan Xayrnisa Majidxonova shifokor bo'lib ishlay boshladi. Ko'p o'tmay 1937-yilda minglab o'zbek ziyolilari kabi Xayrnisa ham Stalin repressiyasiga uchradi. U Germaniyadan josus bo'lib qaytgan degan soxta ayblov bilan qamoqqa olindi. Uning kitoblari, xatlari, suratlari hatto qo'l soatigacha musodara qilindi. 1938-yilda 32 yoshli o'zbek shifokori otuvga hukm qilindi va bu hukm o'sha kunning o'zida ijro etildi. Eng og'riqlisi oilasiga yillar davomida u lagerda vafot etgan deb yolg'on ma'lumot berib kelingan. Xayrnisa Majidxonova 1999-yil 7-oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi tomonidan oqlandi. Bir savol tug'iladi. Agar o'sha avlod qirg'in qilinmaganida bugun biz qanday millat bo'lardik? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.